Assalomu alaykum qarindoshlar, Pythondan asos 27-sınıf darsimizga xush kelibsiz. Biz bu qism darsimizda funksiyaning davomi to'g'risida to'xtalamiz. Texim cho'nqurlab kiramiz. Function. Biz parametrlashtirishni o'rgangan. Ya'ni masalan bir sonlar to'g'risida haqida qo'shish dey. Masalan, har qanday ikki sonning qanday yig'indisini topmoqchi bo'lsak, A yoki B. A qo'shilgan B. Bu qanday bir oddiy funksiyani. Biz endi masalan 4 78 bunu print qilsak 82 shunaqa. Bu bir funksiya. Endi masalan 5 sonninki o'ttirchi qiymatini student marks deyli, o'quvchilarning natijasi. Endi bu bir list bo'ldi shunaqa. Masalan 56, 78, 73, 98, 88, 89 dey. Bu o'quvchilarning natijasi shunaqa. Endi bularninki o'ttirchi qiymatini qanday topamiz deganda. Buning masalan average deydi inglizcha o'ttirchi natijani. O'ttirchi qiymat demakchi-da. Biz bu yerga bir list quraylik. Ben bunu yig'ib o'ttirchi qiymat qanday? Shu student marksning ichidagi endi vasini yig'sak ondan len orqali qancha element borlik, qancha element bor shuncha bo'limiz bor. Bo'lsak o'ttirchi qiymat chiqadi shunaqa. Hamda buni besib chiqarsak masalan bu funksiyaning ismi average student marks deb yozib ketdimi? List now. Ma parametr bir parametr go. List deyishimiz kerak. Endi bu qolgan listni olga mega student marks. O'ttirchi qiymat qanday? 78 da 8 degan gap. Endi masalan yangi bir qurollar. Bu parametrlashtirishda masalan biz yeni funksiyani parametrlashtirish dedim qo'y. Mana qancha parametr bor? 2 parametr bor. Shunaqa. Endi buni ba'zida 3-4 parametrlashtirib bo'ldi. Shunaqa. Eng oddiysi masalan shu print deganning o'zi bir funksiya bu. Bunga biz qanday cheksiz bir narsani yozib bo'ldi. Cheksiz sonni qanday bu print qila oladi. Masalan yurgizsak mana print qilib chiqdi. Endi bu cheksizni kirgizmoqchi bo'lsak, odatda funksiyaninki qanday parametrlashtirgan ikki xil ayrıldi buni. Nima deymiz deganda non key. Mush parametrning o'zi qo'ygan narsani masalan mushaga biz buni arguments deymiz. Arguments. Hem bunu qisqartib nima deydi? Args deb oladi.
non-key arguments, key arguments. Açqıçlıq argumentni nima deb tarjima qilamiz degan chaqda, unda talash tortish degandek ma'noni uni bevosita tarjima qilaversak bo'lmaydi ham atalg'ini. Endi args degan shu argumentninki tarjimasi. Key args deydi. Açqıçlıq, açqıchsiz. Bugungi videoda biz qanday non-key args, ya'ni ochquchsiz argument to'g'risida to'xtalamiz yoki args to'g'risida. Masalan, biz xohlagan mancha sonninki yig'indisini topadigan bir funksiya yozaylik. Bayam ikki sonninki yoki bir nimaning listning o'tirishini topdik-ku, hamda list qurmay uni parametr berib, cheksiz parametr, ya'ni cheksiz son kirgizish. Def, masalan, o'tirish qiymati f deb nomlay, ism muhim emas. Bu yerga qanday? Buning formulasi qilpi, yulduz belgisi, anadan keyin args. Mushni yozamiz. Argument degan gap. Bu return qanday? Average, yani o'tirish qiymati degan hamsining yig'indisiga qancha son olishini qo'shib bo'lib bergandan-ku. Args qa len degan shuning qancha sonini elementini topamiz-ku. Shuningga teng. Bunda bo'lsa masalan 456 mushsallarninki qanday o'tirchi qiymati nechaga teng deganda mana o'tirchi qiymati 423 demakchi. Bu ochquchsiz args deb ataladi. Masalan, bu sanıqlam kelamda string olib qolsa, masalan, biz hamma stringni parametrlashtirgandan qanda cho'ng harf bilan chiqargan qilsak, cho'ng harf bilan, ya'ni cheksiz parametrlashtirib, uningki cho'ng harf bilan buni degan gap desanglar, masalan, so'zday bununla args. Endi bu args biz oldingi sinov darsda list comprehension degandik, shunaqmi? List comprehension. Argsning o'zi qanday? Nimadan qila olaylik deganda, biz har bir so'zni shuningchalik eslatlamay bir so'z. Upper degan qanday? Yuqori har bir so'zni cho'ng xat shaklda yoza oladi, aylantiradigan funksiyasi to'g'ri, buni o'rgangan. Bizning ehtiyojimiz shu. Shuni qilmoqchi biz. Ondan keyin loop qanday? Ash so'z nimaning ichida? Args'ninki, s. Her bir element demekçi. Endi bu args qayta degan gap. Buni besib chiqarsak, so'z, masalan, olma, amut, mozay degandek qanday? Xohlagancha kirgizamiz, cheksiz kirgizsak bo'ldi. Chunki men args. Buni yurgizsak, hammasini cho'ng qilib chiqib berdi demakchi, hamda. Shuna bir funksiya bu nima? Non-key args, ya'ni ochquchsiz args deymiz. Bugungi darsimiz shuncha. O'zinglar mashq qilsanglar bo'ldi.